Otang o'ldi-yu, lekin boshimizga balo qilib, anu haromini tashab ketibdi. Kecha suddan qog'oz keldi. Uyimizni, mana shu uyimizni 3dan biri o'g'liga meros bo'lib qolibdi. Uchastkavoy gapiga qaraganda, любой moment kelsa bo'lar ekan bu yoqqa. Ben yaşasa yaşursun bana uy. Qancha umrim qolganini hech kim bilmaydi. Ты обалдел? Nima deyapsan sen? O'ylamaysanmi? Mana shu uyga kelsa bizani birin-ketin chiqarib yuboradi-yu, shuni o'ylamaysanmi sen? O'sha payt siz meni otamni qo'yib yubormaganingiz edi. Ayol oldiga ketmasdi. Haromsiz tug'ilmasdi. Siz aybdorsiz. Bo'ldi qil. Boshimdan qanaqa kulfatli o'tgani esingda yo'qmi? Otang bilan nima kunlarni ko'rmadim. O'zi bitta umidim sani deng bolam. Sen ham shu aro deb. O'zi umrimni yeganiga yetmagandek haromini tashab ketibdi bizaga. Iya. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim. Keldilar. Papchkizni podarkasi. Pripersa. Uyda yashash menga ham havas emas. Otam vasiyatini bajarish keldi. Sizlarga mayda-chuyda. Sen bu uyda 1000 yil yashasang ham menga radnoy bo'lmaysan. Akani tanlashi varianti bo'lganda men ham sizni tanlamasdim. Ishdan kech kelaman. Yotishga joy bersanglar bo'ldi, sizlarga xalaqit qilmayman. Yo'q, ishda. Rahmat. Yaxshi joylashib qoldingmi? Ovqat yeysanmi? Bizda boshqa ovqat bo'lmaydi. Ana, xohlasang damlab ol. Yo'q, men bunaqa narsa yemayman. Sizlarga ham buni tavsiya qilmayman. Ya yaxshi bola. Faqat ana unga qarshi shakilli. Yarim. Siz xohlagan ko'rdingizmi? Ideal o'g'il. Bore. Bor narsani уже sotib oldik. Sen nodon ichurib bajaringga qaragin. Jigaringni tamom qilding-ku, doktorlar nima dedi senga?
emas. Pul yo'q. Pensiyani Pensiya? Pensiya nech pul? Ha o'sha pensiya hammasi Pul so'ramayapman! Stop! So'ramasinglar. 200 gram! 200 gram! Ertaga 5 paket olishga ham pul yo'q. Topamanmi? Hozir bering. Topma, ko'chadan topib kel. Ovozingni o'chirib bermayman dedim. Hop, men ko'p so'ramayapman. 5-10 ming yetadi menga. Qattan olib bering, ertaga 5 paketga ham pulim tamom bo'ldi. Pensiyani nobud qilding. O'zimni dorimga ham pul yo'q. Basharingga qaragin. Jigarimiz xursandmiz. To'g'ri, onamiz boshqa, dadamiz bitta. Shunga hozir oyim bermayaptilar, endi qolmagan ekan pensiyalar. 200 grammga yordam qila olasan-ku, ha? Biz samalaqa qonimiz, jigarimiz biza unaqa demagin. Nima hozir 200 gramm pulmi senga? Ishlab yuribsan, sen yaxshi ketyapti. Zo'r bolasan sen. Berib turgin. Pulmas-ku. Berib tur! Chajon! Berib turgan. Pulmas-ku. Bersan. Hozir 200 grammga berib turaylik. Berma. Berib turinglar! Agar yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, akangga bir tiyin berma. Akamga bir umr siz bilan gaplashishni orzu qilganman. Chunki otamdan keyin yagona jigarim siz edingiz. Sizni ko'rganda otamni ko'rganday bo'laman. Sizda otamning nigohi bor. Jigarim qurib bitayotganini ko'rib jim turish menga ham og'ir. Ukangi sifatida sizga bundan ham yaxshiroq yordam topa olmadim. Akajon, iltimos ichishni tashlang. Dadamiz tirikligida aka-uka ahil bo'linglar, bir-biringizga yaxshilik qilinglar degan edilar. Umid qilamanki, hozir sizga qo'limdan kelgan eng yaxshi ishni qildim. Jigaringiz